unaqa kulma. Hozir mana bugun yonimga kel. Anaqa hayit bugun Qurbon hayiti. Shunga mana bunaqa sharoiti og'ir yoki mana boquvchisini yo'qotganlarga davlat pul beryapti 50 million. Biz hali shunaqamiz. Qara, hozir men gapiraman, shu men qanaqa gapirsam shu meni gapimga qarab sen turib berishing kerak. Ishontirishimiz kerak-da, tushundingmi? Masalan, siz o'zingiz как kim aqlli his qilgan bo'lsangiz mana shunaqa. Ha, men hozir chekda qoldim, meni ko'zim ko'rmaydi. Xo'pmi? Men gapiraman, shunaqa 50 million olamiz. Mayli. Hammaga assalomu alaykum. Bayramlaring bilan tabriklaymiz. Hayit bayramlaring bilan. Men Turdixon Turdiyeva. Kulma, men kulmayapman. Men Turdixon Turdiyeva. Bu meni o'g'lim Turdibek. Sen rolga kirishmayapsan. Boshidan gapiraman, xafa bechorani yoqibdi. O'g'lim gapira olmaydi, eshitmaydi. Gapirasanmi? Eshitmaydi dedim. Erimni 5 yil avval yo'qotganman. Alkash bo'lgan pilos. Oxirgi paytlar farzandimni dashi pampersigacha pul yetkaza olmay qoldim. Nima? Kar dedingiz, soqol dedingiz. Bunisi oshib tushdi. O'rtoqlarim tashqarida meni ko'rsa, sinfdoshlarim ko'rsa. Va Instagramga qo'ymayman. Shu hokimiyatda o'ziga yuboramiz. 50 million beradi. Yo'q. 50 million beradi. Instagramga qo'ymayman. Yuring, joyimga anaqa so'zib Hammaga pul beryapti 50 milliondan. qanaqa qo'ysansiz, Voy, rostdan pul beryapti. Hali o'g'limni sunnat qildirmagan. Gapir o'g'lim dardingni. Gapir. Eshitasanmi? Gapirasanmi? Ana ko'rib turibsizlar. Eshitmaydi, gapirmaydi. Yana bir bor hayit bayramlaring bilan tabriklaymiz. Bu yerga biz hozir karta yozib qo'yamiz. Hayitli pullarimizni tashlab bersanglar xursand bo'lamiz. Hech bo'lmasa bir pochka lalaku olib kelsam, keyingi hayitgacha yetib olaman. Nechidan yer taqilsam.